Assalomualaykum, kanalimiz obunachilari, qadrli yurtdoshlar, sog'monmisizlar. Bugungi video sizlar uchun foydali bo'ldi deb umiddamiz. Videoni o'tkazmasdan sirazi birdan like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Ishonchli ishlar faqat bizning kanalda do'stlar. Ko'pchilik opa-singillarimiz so'ragandi, bizlar uchun ham ish chiqaring deb. Qo'ldan kelganicha mana do'stlar, bizda ishimiz bor. Hozir adresini aytib o'tamiz. Moskvada bu ish, Svyetnoy bulvarda, metroda. Uboshica va posdomoshnitsa kerak postoyanniga deb murojaat bo'ldi. Har kuni qo'lingizga 3000 rubldan 4000 rublgacha pul beriladi. Nashnoy klubda, lekin bu ish kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqa chiqasizlar. Telefon raqamini yozib qoldiramiz. Kechki 18:00 dan ertalabki 6 gacha ish. Mana opa-singillar, kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Aleksandra degan rus ayol kishi ish beruvchi bu. Dokument, bez dokument, qolgan ma'lumotni dedi, telefonda gaplashamiz dedi. Mana kimga ma'qul bo'lsa do'stlar, opa-singillar aloqa chiqib gaplashib ko'ringlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kunda ish chiqarish harakat qilamiz do'stlar. Xayr, sog'lom bo'ling.